Eldor Shomurodovning Romadagi joyini Muhammad Salah egallaydimi? Italiya chempionatida yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan Roma klubi bu mavsum boshlanishidan oldin o'zbek forvardi Eldor Shomurodovni Turkiya chempionati vakili Istanbul Başakşehirga ijaraga yuborgan edi. Shu vaqtdan beri rimliklar Eldorning o'rnini to'liq bosadigan ishonchli hujumchini topa olishmayapti. Shomurodovning joyiga Angliya Premyer Ligasidan taklif qilingan irlandiyalik Evan Fergyuson ham ishonchni oqlay olmadi. A seriyada 16 ta uchrashuvda faqat 3 ta gol urgan Fergyusonning salomatlik bilan bog'liq muammolari ham uning samaradorligini pasaytirdi. Shu sababli Roma uni mavsum oxirida qayta olib kelishga qaror qildi. Ijara vaqtida Roma Shomurodov uchun istanbulliklardan 3 million yevro olgan. Qo'shimcha shartga ko'ra, Başakşehir Turkiya Superligasida o'z o'rnini saqlab qolsa, ular o'zbek hujumchisini 2,8 million yevro qo'shimcha to'lab to'liq transfer qilish majburiyatini bajaradi. Istanbul klubi esa Superligadagi yuqori o'rinlarga da'vogarlik qilmoqda. Yevropa turnirlariga yo'llanma olish maqsadida raqobat qiladi. Shu jihatdan 27 ta uchrashuvda raqiblar darvozasini 16 marta ishg'ol qilgan Eldorning hissasi muhim ahamiyatga ega. Bu holatdan shunday xulosa qilish mumkinki, Shomurodov yozda Rimga qaytmaydi va Roma bilan aloqalar to'liq uziladi. Uning o'rnini esa klub Muhammad Saloh bilan to'ldirishga tayyorgarlik ko'ryapti. Misrlik yulduz yaqinda mavsum yakuniga yetgach, Liverpoolni tark etishini e'lon qilgan. Tahlilchilarning fikriga ko'ra 33 yoshli hujumchi o'z faoliyatida ijobiy burilish yasagan Italiya A seriyasiga qaytishi mumkin. Saloh 2015-2017 yillarda Romada o'ynab, yuqori darajali hujumchi sifatida nom qozongan edi. Nufuzli La Gazzetta dello Sport nashri ham Muhammad Salohning Liverpoolni tark etib, aynan Romaga qaytish imkoniyatlarini ko'rib chiqyapti, deb xabar berdi. Manbaga ko'ra, u Italiya klubida bir mavsum o'tkazishi mumkin. Bu esa uning kelajakka oid qarori uchun vaqt berish maqsadini ko'zlaydi. Saloh bo'rilar safida barcha musobaqalarda 83 ta o'yinda qatnashib, raqiblar darvozasini 34 marta ishg'ol qilgan va jamoadoshlariga 21 ta golli uzatma bergan. Joriy mavsumda esa Liverpool safida 34 ta o'yinda 10 ta gol urdi va 10 ta golli uzatma amalga oshirdi. Transfermarkt ma'lumotiga ko'ra, hozirgi kunda futbolchining bozor qiymati 30 million yevro atrofida baholanmoqda. Endi rimliklar Muhammad Saloh orqali hujumiy salohiyatni kuchaytirish va A seriyada yuqori maqsadlarga erishish imkonini ko'zlamoqda.